Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana The Times Energy Group kompaniyasi tarafidan shu davlatimizga, xalqimizga ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsin deb o'z hissalarimizni qo'shib kelmoqdamiz va bugungi ishlarimizda o'zlaringiz omad tilab, qo'llab-quvvatlab turasizlar va bu endi maqtanish yo boshqa doirasida emas, bizdan ham kuchli firmalar bor. Endi bu challenge e'lon qilmoqchimiz, shu davlatimiz foydasiga hissa qo'shish ishlari bo'yicha. Shuning uchun ham atmetka qilib, hammaga jo'natib, olovlarni bosib qolishlarini so'rab qolamiz. Rahmat. Hozir kasal bo'lsa, mana shu hammasi tuzalib sog'ayib ketsin. Shularning nomidan ham sizlarga katta rahmat. Alloh taolo har doim berarni ayirmasin, bizdan begona qilmasin, bizdan o'zga muhtoj qilmasin. Sirotul mustaqim yo'lni ko'rsatib bersin, o'sha yo'llardan adashtirib qo'ymasin. Shu kunlari sizlar bizlarga mana shu nima deydi? Kasalxonamizga shuncha inson qildi, insonlarni Alloh taolo o'zini ilohiy dargohida qabul aylasin. Berahmat. Barakalar, ishlar bor. Rahmat.